Ikkita narsani hisobga olasiz. Birinchi muhimi daraxtning maksimum balandligi, rejangiz bo'yicha. Bu X sxemasidan kelib chiqadi. O'zingizni imkoniyatingiz. Misol uchun bir xil aytadi, platforma ishlata olmayman, yo'q menda deydi. Yoki narvon qo'yib o'tirgim kelmaydi, pastroq bo'lishini xohlaydi. 2,5 metr misol uchun reja qilgansiz. 2,5 metrdan urasiz. Bu ona shoxingiz 2,5 metrga yetib olmadimi? Tegmaysiz. Hozir bunga tegilmaydimi? Yo'q, hozir gaplashamiz. Ikkinchi masala ham bor, uni aytamiz. Ya'ni maksimum balandlik yetmagan bo'lsa tegmaysiz, birinchi sharti. Bu o'rtacha o'sadigan navlada. Bu nima degani? Tez o'sadigan navlada mana buni vaqti bilan qaytarib turmasangiz, tanasi yalang'och bo'lib qoladi. Bu ikkinchi masala. Ya'ni misol uchun hozir bizda bu navimizni Goldenmi? Qancha? Galami? Ha, Jona Gold. Bu yoqdagi Jona Gold. Bu ham davomi. Jona Goldda mana o'sish tezligi standart. Pink Lady'ni bilasizlar, sekinroq o'sadi. Fuji ham tez o'sadi. Buni men qaytarishim mumkin bu yoqda. Lekin bu qaytarishimdan maqsad bitta. Bu yoq yalang'och bo'lib qolmaslik. Chunki tez o'sganida mana qarang, bu 1 yillik o'sishdi. Mana bu yoqdan o'tganini qaytargan Sanjar. Bundan keyin o'sgani qancha? 1,5 metrcha o'sib qolyapti. Bitta maqsadda qaytaraman. Bu yoq yalang'och bo'lmas.